Bugun Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tib, yig'ilishda Ijtimoiy himoya agentligi tomonidan amalga oshirilayotgan aholining ijtimoiy himoya qilish, xususan nogironligi bor shaxslarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati, sohada joriy etilayotgan yangicha yondashuvlarni o'rganish maqsadida agentlikning mutasaddilari bilan navbatdagi muloqot o'tkazildi. Bugungi kunda xususiy sektorda bir yangilik yaratildi. Ayniqsa shu trikotaj, to'quv, yiguru fabrikalarida 28-yil 1-yanvargacha ba'zi bir soliqlardan imtiyoz berilyapti. O'shalarni ham integratsiya qilish masalasini ko'rib chiqsalar yaxshi bo'lardi. PF29 da yozilgan kam ta'minlangan hamda kambag'al reyestrda turgan oila a'zolari deb ketilgan. Bu yerda bu katta riskga bor. Aynan shu tadbirkorlik subyektlarida ertaga ishlab turgan nogironlik bo'lgan shaxslar yoki ishlash istagi bo'lgan nogironlik bo'lgan shaxslarning ishga kirish darajasi tushib ketishi. Ya'ni tadbirkorlik subyektiga ko'proq bilamiz, sog'lom hamda shu kam ta'minlangan yoki kambag'al reyestrda turgan bo'lsa, bu sog'lom insonlarda. Ularni ishga qabul qilsa, ularga bir nechta shu ijtimoiy soliq yoki shu daromad soliqdan bir imtiyozlar berilyapti ular uchun. Biz endi o'zimizning farmon loyihamizda shu qo'shimcha sifatida qo'shib ketdikki, aynan shu reyestrda turgan yoki u reyestrda turmagan nogironlik bo'lgan shaxslarni ham shu tadbirkorlik subyektlari ishlasa, shu imtiyozlar qo'llanishi bo'yicha biz loyihada yozib ketganmiz. Albatta bu loyihamiz tasdiqlansa, bu ishlaydi. Lekin muammo hali aytganda enagalar masalasi bu bir. O'rta hisobda 3,5-4 million atrofigacha oladi. Oldin safar savol berganimda biz yaqinda outsourcingga o'tkazdiramiz bu xizmatlarni. Stalvoylarni outsourcingga o'tkazish mumkin. Kiruvchilarni, lekin kachigarlar bor, sartaroshlar bor. Keyin yana bitta buxgalterlar bor. Oyliklari 2,5 million atrofida. 3,5 million deb aytdingiz, lekin qo'liga tegadi 5 million 409 ming so'm. Shu sanitarka aytdingiz, sanitarka 5,5 million pashti pul oladi. Mana shu o'rganishlar natijasida albatta bizda ko'pgina muammolar aniqlandi, bizda ko'pgina savollar kelib chiqdi va fraksiyamiz bugun ijtimoiy himoya agentligi bilan uchrashuv o'tkazildi. Deputatlarimiz joylarga borib o'rgangandan keyin, aniq muammolarni ko'rib kelgandan keyin, u joylardagi o'sha muammoni ana shu aniq adresi bilan manzillik ravishda, demak, hozir mutasaddilarga savollar berildi va bu jarayonda aniq ular ham o'zlarining takliflarini va yechilmagan bo'lsa, yechish bo'yicha o'zlarining kelgusida ko'radigan chora-tadbirlarni aniq belgilab olishdi.